Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni Azroil alayhissalom jonlarini olishni boshlaganida Rasululloh ko'p terlar va yuzlari qizarishni boshladi. Azroilga aytdilarki: "Ey Azroil, ummatimni jonini ham shunday olasanmi?" Azroil aytdiki: "Ya Rasululloh, hech kimni jonini siznikidek oson olmadim va olmayman." Rasululloh yig'lashni boshladilar. "Ummatim bu og'riqqa chidolmaydi. Ularni jonini og'rig'ini ham menga yukla. Jonimni shunday ol" dedilar. Va Rasululloh shahodat barmog'ini ko'tarib: "Shohid bo'l yo Rab, shohid bo'l yo Rab, shohid bo'l yo Rab" deb jon topshirdilar. Rasulullohning qabri shariflariga Hazrati Abu Bakr tushdilar. Chunki Rasulullohning qabriga tushirish vasiyati u kishiga edi. Rasulullohni qabriga qo'yish vaqti qarasaki, Rasulullohning muborak dudoqlari qimirlayapti. Egilib quloq tutdilar. Rasululloh shunday deyotgan edilar: "Ummatim, ummatim, ummatim."